Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun biz Andijon viloyati Do'ng qishlog'iga kelganmiz. Baxtiyor ekan fermalariga. Mashalloh. Assalomu alaykum aka. Hormang tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Mashalloh. Mana ko'rishingiz mumkin bu qo'chqorimiz legendarniy buyruq degan qo'chqori. Primoy navarasi, vunuk buyruq bo'ladi. Klichkasi Baraka. Ha, Baraka? Baraka. Klichkasi Baraka. 2021-yildan beri seleksiya ishlarini olib borishayotgan Baxtiyor ekan fermalarga bugun keldi. Bu yerda ikkita qo'chqor bor. Bittasi Vikont, vunuki bor, bittasi buyruq bor. Qo'chqorga bitta e'tibor berasizlar. Qo'chqor yo'g'onligi, kallalari, svetlariga, parametrlariga keladigan bo'lsa, bo'yi metr plus, qulog'i 21 plus. Jonivor endi bundan tushgan yarchkalarni ko'rsanglar bor, miyalar dam oladi. Mashalloh. Qo'chqorga yaxshilab obzor qilib beraman. O'zingiz uchun ko'rib bitta ko'rib olasizlar. Qo'chqori kallasiga bitta e'tibor beringlar. Ko'z joylashuvlarga yaxshilab e'tibor beramiz. Quloqni qaranglar jonivor. Mana. Bo'ynini qalinligiga ham bitta e'tibor beramiz mana. Jonivor. Old tarafdan bitta peridolarni ko'rsataman sizlarga hozir. Old tarafdan peridolarni bitta ko'rib olinglar. Yaxshilab mazza qilib tomosha qilinglar. Mana. Old oyog'ini ko'rasizlarmi? Bir qarishdan katta jonivor. Endi sizlarga bel tarafidan sekin olib borib dumbalarni bitta ko'rsataman. Mana jonivor. Hamma narsa mana shu dumbasida. Dumbani ko'rasizlar, razrezi, dakansa razrez, mashalloh. Orqa tarafdan orqa chot kengliklarni yaxshilab ko'ringlar mana. Oyoqlarning turishi, joylashuvlariga yaxshilab e'tibor beringlar. Qo'chqor juda ham ideal sostoyaniyada. Endi bunga qo'shilgan sovullarni men sizlarga bitta ko'rsatib ketaman. Ancha yillik mehnat. Qo'chqorlar aka sekin qo'yib yuboring. Xo'p, aka bu yerda nechta soluv bor hozir? 13 ta soluvlarimiz bor. Bu soluvlarimizning liniyasi hammasi har xil liniya. Ko'rishingiz mumkin. Sal hayda bunoqsi zo'r bo'ladi. Mana jonivorlar. Bular bo'g'ozmi yo endi qochadimi aka? Endi qochadi. Hozir mana Baraka degan qo'chqorimiz mana shu yerda 13 ta soluv bor. Shu 13 ta soluvga qo'yilgan, inshaalloh Xudo xolasa qochirib bo'lsa, qochirgani bormi yo endi qochyaptimi? Ha, qochirganlar naryoqda. Mana jonivor. Soluvlarni ko'ryapsizlar. Bu soluvlarning yoshlari qanaqa? Tug'ganmi, tug'maganmi, bilan ishlaganmi, ishlamaganmi? Ishlagan. Bu bilan ikkinchi yil ishlayapti. Ha, bu bilan bu soluvlar bilan o'sha ikkinchi yil ishlayapti. Qo'ylarni qaranglar. Baxmal bo'lib ketdi jonivorlar. Mashalloh. Mana. Hozir bu yerda 13 ta soluv bor ekan. 13 ta soluvga qo'yilgan. Inshaalloh mana shu Baraka degan qo'chqorimiz mana shularni qochirgan. Xo'p, bu bitta qo'ramizda soluvlar. Hozir bu yerda qochishga tayyor bo'lgan soluvlar. Soluvlarni yaxshilab ko'ringlar, mazza qilinglar ko'rib. Mana jonivorlar. Mana. Baragasini bersin. Soluvlarga gap so'zi yo'q lekin. Mana. Endi ba'zir bu yoqqa odam kirmagandan keyin bular sal hayqadi, odamdan qo'rqadi. Bu yoqqa yugurib yurishadi. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi shunaqa bo'ladi. Endi bu yerda Xudo xolasa, buni qizlari bor, buyruq anaqani, Barakani qizlari bor. Yonimizdagi qo'lidanmi? Xo'p, yonimizdagi qo'liga ochib ham oyoq ochiladimi eshigi? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men bitta soluvlarni ko'rsataman, o'sha yerga o'tamiz hozir bunda. Hozir mana biz sizlarga 13 ta soluvlarni ko'rsatdim. Mana shu Baraka degan qo'chqorga qo'shilgan, qochga. Endi bu buyruqni sizlarga buyruq dema, Baraka degan qo'chqorimizni sizlarga qizlarini bitta ko'rsataman. Mashalloh. Akalar mana sizlarga necha oylik bo'ldi bu aka? 6. Baraka degan qo'chqorimizni yarchkasi 6 oylik bo'libdi jonivor. Endi bitta narsaga akalar ko'pchilik e'tibor bermayapti. Hozirgi kunda quloqni joylashuviga, quloqni shiroki ingichkaligi. Nimaga unaqa deyapman? Mana bu quloq bor, juda ko'p narsani hal qiladi. Nimaga hal qiladi deyotganim, qulog'i qancha shiroki bo'lsa, ana o'shancha Xudo xolasa qulog'i, misol uchun ingichka quloqni, ustki quloqni 25 bo'lsa, lekin shirinali quloq 22 tursa, 22 lik soluv har doim tanlanadi. Jonivor ko'rishingiz mumkin. Endi biz hozir bu parametrlarni o'lcholmaymiz. Yarchki tomosha bu. Sotilmaydi ham. Buni yaxshilab sizlarga bitta ko'rsataman. Razrezini qaranglar. Otani berishini ko'ryapsizlar. Bekorga razrezli soluv, razrezli qo'chqor ol deyishmaydi. Bo'lmadi deganda qo'chqoringizni razrezi bo'lishi kerak. Bo'lmadi deganda bo'lmasa bo'lmaydi. Ata ko'proq bir 85-90% razrezi soluv beradi. O'shaning uchun ko'pchilik tushunib qoldi, razrezli soluv qidiryapti. Qo'chqorlar razrezi endi hamma har xil qaraydi-yu. Men endi o'zimni ko'p yillik misol uchun tajribaga ega bo'lsam ham, mana shu narsani yaqinda bildim, yaqinda okelardan o'rganib tushundim. Soluv nimasini yaxshilab ko'rsataman. Aka qattiqroq shu, hozir quloqini bitta ushlab ko'rsatishim kerak. Xo'p. Akalar, mana bu quloqning shirinasini ko'ryapsizlar? Mana. Jonivor, shirinani ko'ryapsizlar. Bitta dona qolibdi-da hozir. Bundan probnikidan. Probniki deganda necha yildan beri sizlarda Baraka? 2 yildan.
2 yildan beri sizlarning qo'lingizda turibdi, to'g'rimi? 2 yildan beri turibdi. Bundan tashqari naryoqda 1 oy, 1,5 oylik yarchklar bor edi. Mana. Jonivor ko'rasizlar. Qo'yib yuboring aka, bo'ldi. Qo'yib yuboring. Endi men sizlarga hozir bu yoqdagi soluvlarni bitta ko'rsataman. Bu yerda soluvlar yoshlari qanaqa? Bular bug'ozmi yo tug'dimi, tug'adiganmi? Qanaqa bu? Tug'adigan, yaqin o'rtada tug'adi. Ha, yaqin orada tug'adi-a bular. Mana soluvlarni ko'rasizlar. Soluvlar jonivorlar hammasi semiz. O'sha tug'ishiga ozgina qolibdi bularni. Mana shu 1 oy nari berib tug'adi, boshli tug'ishi. Mana shu baraka degan qo'chqorimizni mana shu soluvlardan qochgan. Okalar bu yerda bor, shunaqa kuchli qon bor. Nimaga? Chunki ani baraka degan qo'chqor hazilagan qo'chqor emas, buyruqni bilasizlar, qizlari hozirgacha ham talash bo'lib. Oka nechta nimasini sotordinglar mana buni? 9 ta qizini sotdim. 9 ta qizi ketdi. Endi pulini aytmaymiz hozir, negativlar juda ko'payib ketibdi. Avvalambor bu qo'yda baraka bor-da, bu birovni aldab, hech kimni qo'rasiga chaqirib nima qilinmaydi. Ishqibozi keladi, to'g'ri kelsa oladi, to'g'ri kelmasa olmaydi. Hamma narsa baribir ishqibozchilikdan bo'ladi. Mana soluvni qaranglar, okalar. Gigantligini. Egizmi deyman mana shu aka? Egiz mana oldin turgan egiz tug'ganmi yo endi tug'ishmi? Endi tug'adi. Bundan oldin nima tug'gan bu? Qo'chqor tug'gan. Bittami? Bitta. Mana shunaqa semirib anaqib karabil bo'lib ketarmidi? Men ikkita deb o'ylayman. Mana buni qaranglar. Okalar sigir yeliniga o'xshab yelinlari osilib ketibdi jonivor. Mana. Mashalloh, barakasini bersin. Bitta qo'zini oyog'ini ko'rdim, gipс qilib qo'yishdilar. Qayerib oldimi yo sindirib oldimi? Jonivor. Okalar mamlarni qaranglar. Hazilagan soluvlar emas bu lekin. Juda katta soluvlar. Prosta nima deydi, bizning videolar anchadan beri 1,5 yildan beri video qilmayapti-ku. Hozir videolarni sekin-sekin chiqaryapmiz. Sizlardan bitta paddeshga like bosib, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib, chiroyli qilib tursanglar, biz xudo xolasa bundan ham chiroyli syomkalar qilishga harakat qilamiz. Hozirgi bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 tami? 5 ta katta soluv bor. 5 ta mana shunaqa katta soluvlar bor. 1 oy nari bersida, mana ham juda chiroyli ekan-a. Mana. Garbonus qaranglar jonivorlar. Mashalloh, barakasini bersin. Okalar bu qo'ramizda syomkani hozir tugatdi. Endi baraka degan qo'chqorni bergan probniklarni bitta ko'rsatamiz. Ana o'sha yerda ham bitta tema bor, shu temani sizlarga gapirib beraman. Davom etamiz. Okalar yaxshilab o'tirib olgan bo'lsanglar, bizning syomkamizning ikkinchi Baxtiyor akam ikkinchi qo'chqorlari bor. Vikonta Primoy navarasi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin mana jonivor. Mana shu Vikonta Primoy navarasi degan mana shu qo'chqor. Jonivor o'zligini qo'raligida tug'ilgan. Ko'rishingiz mumkin, soluvlarni qaranglar. Mana seleksiya ishlari qanaqa davom etyapti. Mana. Qanchadan beri yuribdi aka bu qo'chqor bular bilan? 15 kundan beri yuribdi. 15 kundan beri mana shu soluvlar bilan yurgani ko'rishingiz mumkin. Har bitta niyat qilgan odam to'g'ri seleksiyani boshlasa inshaalloh bo'ladi. Xudo xolasa mana shu soluvlardan polvon narsalar tushadi. Endi men sizlarga bitta ma'lumot berib ketaman. Vikont Cherokini bolasi. Vikontni bolasi bo'lgan Primoy shuni bolasi bo'ladi. Bunga hali klishka qo'yishmabdi. Vunuk Vikont bo'ladi. Xo'p, bu yerda soluvlarimizning liniyasi gruzin liniya soluvi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Yoshlar necha yosh aka? 2-4-6 soluvlar. Soluvlarni qaranglar, jonivorlar. Uzun soluvlar. Mana. Mashalloh. Haqiqiy ishqibozlar, ko'rib o'zingizlarning fikringizni bildiringlar, yozinglar. Nima qilinglar? Mana biz videolarni mana shunaqa qilib sekin chiroyli qilib yoritib boramiz. Albatta 1,5 yil bizda tanaffus oldik. 1,5 yildan keyin sekin syomka qilib, syomkalarni yoritamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz, yana bitta paddeshga bersanglar, biz oldingidan ham ko'ra ko'proq kuchliroq syomkalar qilishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Endi har bir narsaning hikmati bor. Mana akamiz Baxtiyor akamiz qo'ralariga Alloh baraka bersin. Tegidan zo'r chempion qo'chqorlar tushsin. Bu yoqlarga qayda boravering aka? Chempion bolalari tushsin. Mana shu soluvlar bilan seleksiya ishlarini davom ettiryaptilar. Seleksiya ishi 2021-yildan beri davom etyapti. 2021-yildan beri davom etyapti. Qo'zlar tushgan, sotilgan, olingan va yana davom etyapti. Biz hozir sizlarga bu yerda hali probniklar tushmagan bu soluvlarni 1, 2, 3, 4, 5, 7 ta soluv ekan-a. Mana shu 7 ta soluvni xudo xolasa bolalar tushgandan keyin syomkalarni yoritib chiroyli qilib beramiz. Bundan keyingi qo'yadigan videoyimizda baraka buyruqqa Primoy o'g'li Primoy navarasi bor. Baraka degan qo'chqor, shu baraka degan qo'chqorni tushgan probniklarni sizlarga bitta ko'rsatib ketamiz. Bu qo'radi syomkamiz ham mana tugadi. Mashalloh. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.
Akalar mana biza xudo xolasa shu baraka degan qo'chqori probniklarni oldiga tushdi. Probniklarni qaranglar, bir-biridan go'zal jonivor, mashalloh. Aka, boyga qo'zini bitta ushlab bering, o'zi qo'zilarni bitta-bitta ko'rsatamiz. Mana mana qo'zida yanishmasam. Mana shu qo'zilarni ushavering, aka. Sog'luqlarni qaranglar. Sog'luqlar elitalar sog'luqlar emas. Bu yerda nima bo'lyapti desanglar, bu yerda qo'chqori dayushiyligi. Bergan bolalarni bitta-bitta ko'rasizlar. Mana jonivorlar. Qaranglar, mana ham sog'luqni qaranglar. Sog'luq elitalar sog'luq emas, lekin qo'chqori dayushiyligi juda ham kuchli rol o'ynayapti. Qo'chqor dayushi. Aka o'sha tushab turavering. O'sha tushab turavering. Men o'shagandagi ushlab oling boydek aka. Sog'luqlarni qaranglar. Mana yigiti bir 2 kun yo 3 kun bo'libdi tug'ilganiga. Men bu sog'luqni ko'rib men qo'chqor deb o'yladim, mana to'g'risi. Mana akalar. Sal buyoqqa keling aka menga, sal qorong'iroq bor. Ha, kelavering. Mana bu jonivorga qaranglar. Akalar, men sizlarga bitta ma'lumot yoritib ketaman. Buyruqqa tug'ilgan bolalar yoshligida mana shunaqa qizil bo'ladi. Xudo xolasa mana shu ikki tish bo'lganini ko'rasizlar, svetli bo'lib ketadi. Bu narsani men o'zim guvohi bo'lganman. Mana quloqni qaranglar. Boshi bilan bir xil bo'libdi. Mana shirina quloq deydi, mana shunaqa quloqga e'tibor beringlar, yaxshilab. Yanglishib qolmanglar. Kallarini ko'rasizlarmi, jonivor mana ko'zlarining oldidan qarab kelyapti. 2-avgustda tug'ilgan, bugun ro'parasi 14 kunlik bo'ldi. Oyog'ini yog'olilarga yaxshilab e'tibor beringlar. Shunaqa svet illashib ketadi. Mana onasimi o'shanda? Mana shu onasi shunda. Mana buni qaranglar, boshni qaranglar, akalar. Mana jonivor, mashalloh, mashalloh. Alloh hammani chorasiga mana shunaqa sog'luqlardan, sog'luqdan men yarichga, endi xudo xolasa mana shundan zo'r bolalar tushadi-da. Qo'chqorlarga haqiqat dominant qo'chqor ekan, bor. Qo'yib yuboring aka. Onasini oldiga qo'yib yuboring. Mana bu sog'luqlarni qaranglar, akalar. Mana. Men sizlarga ko'rsataman. Aka, qorani ham bitta ushlab bera olasizmi? Mana bu sog'luq 90 dan baland bo'lsa kerak, ancha. Mana, ko'ringlar. Nimaga bunaqa deyapman? Bu yerda sog'luqlar elita klass emas, birinchi klass, ikkinchi klass sog'luqlar, lekin qo'chqor shunaqa bolalar beryapti. Mana budi. Qochib ketdi-ya. Akalar, mana. Endi qo'zilarni ushab, mamta mayib qo'ymaylik, ushamadi. Qarasa qo'zilar juda ham shustr ekan. Shuning uchun biz ushamadi. Nima demoqchiman, akalar? Gap sog'luqda ham bor, lekin ko'proq qo'chqorga bog'liq-da bu. Mana bularni qaranglar, qo'zilarni. Mashalloh, qo'chqor dayushi bo'lsa boru, albatta beradi. Shuning uchun qoni kuchli qo'chqorni olinglar deb bekorga aytilmaydi. Mana jonivorlarni qaranglar, mashalloh, mashalloh. Barakasini bersin. Mana shunaqalarni ko'rib havas qilamiz. Ana shart emas, qalon pulga olib. Qo'chqorni zo'rini olaylik bo'ldi. Ishinglar hal, Allohning izniga. Gap yo'q lekin. Baxtiyorga, choringizga Alloh baraka bersin. Mana qaranglar, ko'rib kasal bo'ldim. Mana shu videodan keyin mana shu qo'zi sotilib ketsa lekin qaranglar, bari sotib qo'ymanglar, aka. Qo'rani guli mana shu bo'ladi, Xudo xolasa. Qo'rani guli mana shu bo'ladi, hali yana tug'iladi, biladi, ha. Mana sog'luqligi juda ko'p kelgan. Birinchi ko'rib qora bor, qo'chqor deb o'yladim, birinchi ko'rib. Orqasida yelani osilib turgan ekan, lamishkasi ham yo'q, aka sog'luq deydi, lekin juda ham katta sog'luq. Aka shu qora sog'luqni usha olasizmi? Qorani o'zini. Ha, katta qorani bitta usha, aka o'shani bitta ko'rsatinglar. Keling aka, bular qochib ketdilar. Qorani bitta usha bering aka. Keling, men bu yoqda qarashib turamiz. Keling. Beh. Qochmaydi o'zi unaqa. Qora qochmaydi, sal yovashroq ekan. Kuch ko'p-a? Bo'yniga bitta ushang bo'ldi. Mana, qochib ketdi. Kuch ko'p mana. Sizlarga men bu fursatdan foydalanib qo'zilarni ko'rsataman, akalar. Mana. Qo'zilarni qaranglar, jonivorlarni. Mana. Mana jonivorlar. Mana onalari yetib keldi. Jonivor, ko'rib maza qiladi odam. Akalar, men sog'luqqa bitta e'tibor beringlar, qaranglar. 05 ga qo'yibman uni. Mana birga qo'yib olamiz, mana. Sog'luqni qaranglar. Bu tug'dimi? Ha, tug'di. Bolasi qora? Qora. Mana. Sog'luqqa e'tibor. Aka, mana shu oldingizdan ham bitta ushlab bering. Mana buni kashtanni. Mana shu kashtanni bitta ushlab bering. Yo, ushlamaymizmi, ha? Bolalar nima bo'lib qolmasin. Bolasini ushing o'zi keladi, aka. Bolasini oyog'idan ushing, mashina o'zi keladi. Bolasini oyog'idan ushlab oling. Bo'ldi. Bo'ldi. Onasini oldiga olib boring, shuni keladi hozir, ko'rasiz. Beh. Beh, qidiryapti. Mana. Beh. Yerga tushiring aka, ko'radi hozir.
Shuni yerga. Qaranglar mana sizlar. Keladi mana shu. Beh. Beh. Qidiryapti ana. Kelyapti. Onasini ushlab olasiz. Mana keldi onasi. Onasi juda ham katta sog'liq ekan. Sekin nariyoqqa yuravering aka. Mana. Bo'ldi. Qo'yib yuboring bolasini. Bolasini qo'yib yuboring. O'sha onasini. Mana bu sog'liqni qaranglar, okalar. Bunaqa narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi-yu sizlarga. Jonivor, okalar. Mana shu boru 95 bo'lsa kerak bo'yi, boru. Mana kallani qaranglar, qo'chqordek, uzun jonivor. Maza qilasizlar, mana shunaqa sog'liqlardan boqib qo'yib, qo'chqori zo'rini olib qo'shib, mana shunaqa bolalarni olib qo'ying. Hammaning chorasiga Alloh baraka bersin. Boru gap so'z yo'qlaydi. Mashalloh. Akalar, mana sizlarga rezultat. Mana sizlarga rezultat. Baraka degan qo'chqorni bolasi mana jonivor. O'zligida olib qolishgan ekan. 11 kilo qancha tug'ilgan? 11 kilo 300. 11 kilo 300 tug'ilgan ekan. Klichkasi Baron. 3 kunligida necha pulga berilmadi? 10 ming dollarga sotilmagan. Okalar, mana rezultatni ko'rasizlar. Mashalloh. Qulog'ini shirinani qaranglar. Mana shunaqa narsalarni ko'rsa maza qilamiz. Dumbani qaranglar, razrezini. Endi baribir hozir anaqa turibdi. Dumbasda razrezlari bor jonivorlar. Prodnikka qo'yilgan. Nechta sog'liqga qo'ydinglar? Sal oldinroq yuring aka. 6 ta. 6 ta sog'liqga qo'yildi. Jonivor, men quloqni. Men nimaga maza qilaman desa, men quloqni qalinligiga boru shunaqa maza qilaman, lekin buni qizlarni olsanglar, aka, ishonavering. Ramiz Jumaboyev qo'rasi bo'lib ketadi-yu, mashalloh. Mana jonivor. Buni qo'chqorga qo'yib yuboring aka, bo'ldi. Siz bu yoqqa o'taverasiz. Okalar, mana bu yerda 6 ta sog'liqga probnik qo'yilgan. Baron degan qo'chqorimizni, Baraka degan qo'chqori primoy bolasi. Baraka qo'chqorimizni vunuk buyruq bo'ladi. Mana okalar. Sog'liqlarga yaxshilab e'tibor beringlar. Sog'liqlar ham yosh sog'liqlar. Birinchisi, hali sakradimi, sakramadimi? Sakrab, qochiryapti, sekin. Mana jonivor. Ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, Alloh barakasini bersin. Hammaning chorasiga mana shunaqa narsalar berishni nasib etsin. Okalar. Yana bu yerda hozir nimadirlarimizni bormi ko'rsatadigan, hozircha mana shularni ko'rsatdimmi? Yo'q, hozircha shular. Hozircha mana shular. Okalar, ko'rdinglar, mana biz Andijon viloyati Do'ng qishlog'iga kelib, Baxtiyor akamizning fermalaridan chiroyli video obzorlarni qilib berdik. Ko'rib maza qilinglar okalar, hamma niyat qilganlar, hammani qo'rasida bundan ham zo'r qo'yilib bo'lsa, mabodo agar mana shu qo'chqorlar kimgadir yoqqan bo'lsa, kuchli qon qidirib yurgan bo'lsa, endi sotishadi, sotishmaydimi unisini bilmayman. Endi so'rab turib gaplashib olsanglar bo'lishi mumkin, balkim bo'lmaydi. Mana qo'chqor o'sha sakramoqchi, gapim bo'lmoq, qaranglar. Jonivor, mashalloh, barakasi bersin. Ishqibozlar bo'ladigan bo'lsa, men odpisaniyaga nomer qoldiraman. Instagramga ham qo'yaman. Sizlardan like, podpiska qilsanglar, biz bundan ham zo'r obzorlarni hali davom ettiramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Okalar, bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Yaxshi narsani ko'rsang, men ulashib qo'yilgan deyilgan. Nimaga? Yaxshi qon bo'lgani uchun sizlarga aytib ketyapman. Baraka degan qo'chqorni mana shu yerda nechta 1 2 3 4 5 7 tami? 7 ta o'g'li bor ekan, okalar. Qorasi ham bor. Svetlisi ham bor. Mana, ko'rasizlar? Jon, necha oylik bu yerda? Necha oydan necha oygacha? 7 oylik, 4 oylik, 5 oylik. 7, 4, 5 oylik. Mana shu aka, mana shu qorani bitta tushib bering, keling. Shu qorani bitta tushing. Mana okalar, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana. Suv bo'lganiga baribir boshini tagiga tiqib oladi bular, o'zingizlar bilasizlar. Suv bo'lgan mana bu yerda har xil ma'nolarni nima yozib tashlagansizlar desam, bular bir-birini suzmasin, mana bunaqa qilganda boshini suzib yursin deb osib qo'yganmiz deyishdi. Mal barakasini bersin. Mana shu qo'chqor necha pulga? Aka, necha pul mana shu qora qo'chqor? Kelishamiz. Keling aka, kamera mana shunday ushlab turing. Shunday ushlab turing, qimirlatmasdan men shu beraman hozir. Qani? Mana, okalar. Jonivor deydi. Kel. Mana jonivor. Okalar, men quloqni ko'rasizlar. Ishqibozlar bor-ku, mana shu narsalarni nima deydi desa, ko'rmaydi-da. Men hozir ko'rmasdan ketavermoqchi edim. Dummasini bitta ko'rsatdik, dakansa razrez jonivor mana. Razrez-a? Dakansa razrez. 7 oylikmi bu? 7 oylik narsa mana okalar, ko'rishingiz mumkin. Aka, mana shuni o'zingiz bitta ushlab turasiz. Men o'zim chiroyli qilib obzor qilib beraman. Siz kamera ushlab turing, keling. Akalar, mana Baraka degan qo'chqori primoy o'g'li 7 oylik, quloqni ko'rasizlar, jonivor mana. Shirinani qaranglar. Zo'r narsa ekan okalar, mana shu narsa. Rostdan zo'r narsa ekan.
dumbasi dakansi razrez. Yaxshi qo'y qidirayotganlarga buyruqli liniyasidan. Mana jonivor. Baraka degan qo'chqori primoy. Voy, bu uzunligini qarang mana buni, ha? Mashalloh, mana.